Yerdan banadagi plintus bilan 92 sm, umumiy ketgan mahsulot 1.12 metr kvadrat tashkil qiladi. Aynan shu sokinimiz 1 metr 365 ming so'mdan chiqqan. Mana bunday qopqoqlarni abnaka qilganimizga e'tibor beringlar, akalar. O'ta ham go'zal holatda turibdi. Qoshimiz esa Aurora tabiiy graniti 2026-yilda rangi bilan trend bo'lgan va bu sokinimizni qolgan sokinlardan ajratib turadigan jihati bor. Video davomida ma'lumotlarni berib ketaman. Aynan shu sokinimiz yarim tayyor holatda 1 metr 365 ming so'm chiqqan. Ustida haqsiz, dastavkasiz e'tibor berasizlar. Narxiga nimalar kerak? Aynan mana shu 2026-yilda rangi bilan trend bo'lgan Aurora tabiiy granitimiz va shu toshlarimizni kesib berishimiz mana bunday go'zal faskalarimizni ichiga kiradi. Usta haqqi hisoblanmagan akalar, biz usta emasmiz. Biz bu aynan shu mahsulotlarni yarim tayyor holatda sotamiz, ko'rishingiz mumkin. Va bu sokinimiz qolgan sokinlardan farqiga keladigan bo'lsak, bu sokinimizni ustakalarimiz suxoy montajga terishgan, ko'rishingiz mumkin. Profilga qotirishgan. Juda ko'pchilik suxoy montajda afzalligi nima deydi? Afzalligi mana shunaqangi sho'r chiqmay, go'zal bo'lib turishidadir akalar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda mana shu sokin mahsulotlarimizni suxoy montajga terishsa va aynan ko'ksaroy yoki avroralarda qanday manfaati borligi haqida xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumot beramiz. Sokilingiz qisqa bo'lsa, ustalar kelamni kelmaydi o'ylanayotgan bo'lsangiz, biz sizga mana shunaqangi yarim tayyor holatda yetkazib beramiz. Ustalarimiz esa 1-2 kunda terib berishadi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastki raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Aynan mana shunday sokin mahsulotlari haqida qiziqarli ma'lumotlarni, barcha faktlarni o'tkazib yuborganimiz uchun albatta obuna bo'ling.